oyog'im uzilib ketdimikin deb o'ylaganman o'sha paytda. Bir joyda yotib qolsam menga hech kim qaramaydi degan ma'nolar, oyog'im juda qattiq og'rigan paytlarda o'zimni juda yolg'iz his qilganman. Faqat Alloh deganman. Ko'pincha ayol bardoshi bejiz metinga taqqoslanmaydi. U o'z maqsadi, baxtiga erishish yo'lida ne chig'iriqlardan o'tmaydi deysiz. Ammo shunday bo'lsa-da u yana ortga chekinmay, orzusi tomon yurib boraveradi. Ana shunday sabrli, bardoshli ayollardan biri bo'lgan Marg'uba opani suhbatga chorladik. Bugun biz ko'rsatuvimiz davomida Marg'uba opaning yillar davomida qanday qiyinchiliklar, sinovlar va urinishlardan so'ng sog'lom hayotga qanday qaytganligi to'g'risida gaplashamiz. Men Rahimova Marg'ubaxon, Yangiqo'rg'ondanman. Ozgina shu oyog'im sababli mazam qochib, shu klinikaga keldim. Akbarov Bekzodjon Muxtorovichga murojaat qildim. Mana yillar davomida oyog'im og'rib, boshimga davleniya chiqdi. Shu sababli murojaat qildim, muolajalarni oldim. Hozirgi kunda ancha holatim yaxshi. Endi bu oilaviy o'zimizni doktorimiz yaxshi, muomalalari yaxshi, kirib har doim suhbat aylaydi. Asta sekin shu etap-etap davolab borishyaptilar. Hammasi yaxshi. Hozir ancha holatim yaxshida. Kasallik tarixini boshlanishining sababi shu oyog'imni qattiq jismga urib olganman. Bexosdan urganman. Endi og'riq juda kuchli bo'lgan, yurolmay qolganman. Oyog'imni ko'tarib o'tirgan paytlarim bo'lgan. Endi sekin-sekin Xudoga shukr ancha yaxshi. Yuryapman, holatim yaxshi. Boshqa joylarga ham ko'ringanman. Endi yerda natija bo'lmaganligi uchun shu yerga kelganman. Endi itlarga ham borganman, ko'p joylarga bordim, lekin natija bo'lmadi. Lekin shu klinikada yotdim, natija bo'lyapti. Xo'jayinimga ham aytdim, shu yerga kelib yotaman dedim. Mayli, yotib davolanib oling dedi, yotib davolandim. Davleniyam 140 ga 100 chiqardi. Shu salkam 1,5 oydan beri, ro'za oyidan beri shunaqa bo'lib turadi. Nimaga menda bunaqa endi boshim o'zgaryapti, ulg'ayyapman deb o'yladim, yo'q, lekin tushmadi pastga. Endi hozir 120 ga 80. Yaxshi, normal holatdaman. Lecheniyalarni olganim uchun. Endi tushkunlikka tushib, bir joyda yotib qolsam menga hech kim qaramaydi degan ma'nolar, endi menga hech kim qaramay qo'ysa, bir joyda qolib ketaman degan o'ylar bo'lgan. Endi lekin Bekzodjon muomalasi, hamma narsasi o'ziga ishongan inson, tajribasi bor insonligi uchun mana Xudoga shukr, oyoqqa turib ketdim. Endi u kunlarni eslash juda qiyin. Oyog'im juda qattiq og'rigan paytlarda o'zimni juda yolg'iz his qilganman. Faqat Alloh deganman. Shu lekin yaqinlarimga rahmat shu yerda o'zimda akam Nizomiddin degan akajonim doktor bilan ham yaxshi chiqishadi. Shu yerda yotsang, davolansang yana ham yaxshi bo'lib ketasan singiljonim degan uchunlar ham shu yerda yotib davolanyapman. Shunday sharoit yaratib bergan shu klinika rahbarlariga rahmat deyman. Doktorlariga, har bitta qilib turgan hamshiralarni muomalalariga rahmat deyman. Hammasi yaxshi. Holatlari zo'r, muomalasi zo'r. Endi bu yerdan chiqib ketgan taqdirimda ham kimdirda oyog'i og'rib turgan bo'lsa, shuni tavsiya qilaman. Endi asabiylashgandirman, biror nimadan tushkun bo'lganman. Shu oyog'imni og'rib ertadan keyin kalaskada nogiron holatda qolishdan qo'rqaman. Endi shundan bo'lishi ham mumkin. Endi hamma narsa bir-biriga bog'liq. Oyog'im orqali shu miyaga shuna ta'sir ko'rsatgan bo'lsa kerakki, shu davleniya ham chiqdi-da. Endi bu davleniya ham endi yoshingiz o'tadi, mana 46 yoshga kiryapman. Oldin unaqa bo'lmagan. Endi shu oyog'imni orqasidan siqilganim orqasidan bo'lishi mumkin. Doktor birinchi bo'lib shu ukollarni har bitta joyingizga ketadigan ukollarni nomma-nom yozib, siz muolaja oling dedi. Parafen buyurib berdi. Parafinlari yaxshi. Shamollash orqasidan ekan, oyog'imda og'riq, o'sha arterit, poliarterit deydi, shunaqa ekan. Endi o'sha
o'sha Madina Makkada birga yurganimda erta konditsionerlar muzdek. O'shani endi biz ayollar yengil kiyinib yurganmiz. O'sha yerda oldirib kelganman. O'zim bilaman uni sababini. Endi o'sha yerda urganman o'zi aslida. Shu yerda yig'iladigan temir stolga bexosdan borib urganimda qattiq zarb yeganda oyog'im. Men o'ylaganmanki, endi yurolmayman. Oyog'im uzilib ketdimikin deb o'ylaganman o'sha paytda. Yurolmay qolganman. Endi yerda arablar haji nima bo'lyapti deb meni olib kirib ketib qolmasin. Oilamdan ajrab qolmay deb men yaxshiman deb o'ta bir chekkada o'tirib, keyin o'zimga kelganimdan keyin erta ham ancha qiynalganman, samolyotda kelishda ham qiynalganman. Lekin o'sha samolyotda xodimlari ham opani oyog'i haqiqatan ham og'rigani uchun shu joylarni bo'shatib bergan. Oyog'imni uzatib kelganman. Osiltirib o'tirsam og'rirdi. Xudoga shukr, mana bugun Xudo xolasa javob berish arafasida turibdi. Yaxshiman, holatim yaxshi, davleniyalarim ham, ko'chkimdagi shamollashlar ham, oyog'imdagi og'riqlar ham ancha yaxshi, Xudoga shukr. 90% shifo topdim deb ayta olaman. 100% emas. Endi sababi 100% desam odamlarni aldagan bo'lib qolaman. 90% shifo topdim. Sababi endi o'tirolmasdim, oyog'imni yig'ib o'tirardim. Bir marosimlarga borsam, bormay qo'yaver, oyog'im og'riydi, erta noqulaylik his qilmay o'zimda deb bormasdim. Endi Xudoga shukr, hamma joyga borishga imkoniyatim tug'ildi. Rahmat shu Beyzajon doktorga ham, muomalalari zo'r, yaxshi. Bemor qachonki kasal bo'ladi, siz yaxshi emassiz deganda kasal bo'lib qolish mumkin. Siz bugun chiroylisiz, bugun yaxshi kayfiyatda kirib, yaxshimisizlar qizlar, bugun boshqachasizlar deb murojaat qiladi. U qalbingizdagi malham bo'ladi-da. Men o'zingizga unaqa qilasizlar, men yaxshi ekanman siz miyangiz o'sha narsani qabul qiladi. Odamgarchiligi, saxiyligi, hamma narsasi joy-joyida, Xudoga shukr. Endi Bekzodjon doktorni ta'riflashga til ojiz. Mana har doim kirganlarida shirin suxonlik bilan kiradi. Oldimizga kirib, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, yaxshi uxladilaringmi, yaxshi dam oldilaringmi, bugungi uyqularing qanaqa deb so'rashadi. Eng birinchi o'rinda odam chiroyli, tiniq uxlasa, kasallikni yengib o'tishi osonroq. Etap-etap. Asabiylashib, bir nimadan siqilsa, u odam kasallikni yana ko'paytirishi mumkin. Xushchaqchaqmiz, Xudoga shukr. Endi to'g'risi mana ayol kishimiz, ayollarning o'ziga yarasha kasalliklari bo'ladi. Xudoga shukr, o'sha murojaat qilib turgan paytimda men bir xilga inson yashirishi mumkin ichidagi gapirolmaydigan gaplarni. Yo'q, meniki lekin ochiq oydin shunaqa. Menga shu etapdagi nimalaringizni ham ayting, yozing. Menda shunaqangi kasalliklarim ham bor desam, bo'ldi-da. O'sha kundan boshlab yozishdi. Xudoga shukr, ayollik kasalliklarim ham ancha yengil tortdim. O'zimda yaxshilik his qilyapman-da hozir jihatdan. Kasal emasman, Xudoga shukr. Alhamdulillah, Alloh dardini bergan, shifosini ham beradi mana. Endi masalan, ishxonada o'sha Boboshbek markazida ishxonalarda ishlaymiz. Endi qizlarimiz ham shu tikka turib, yurib, ish qilishadi, oyog'i og'riydi, mashina tikishadi. O'sha kasbdoshlarimga, sinfdoshlarimga, hamkasblarimga, mahalladoshlarimga, qarindosh urug'larimga tavsiya qilaman. Kelinglar, davolaninglar. Alloh shifosini bersin. Mana shu doktorimizga ham rahmat. Qarijonlari sog' bo'lsin. Baxtimizga, oilalari bilan tinch, totuv, xotirjam qalb egalaridan bo'lib yashaylik, ilohim hammamiz.